bir xalqning o'z tarixini hikoya qiladigan kitoblari bo'ladi. Ammo shunday tarix ham borki, u kitoblarda emas, kuy va navolarda yashaydi. Bir torning titrashi, bir doiraning zarbi yoki bir nayning mungli sadosi asrlar qa'ridan kelayotgan ma'naviy merosni bugungi avlod bilan bog'laydi. Iqtidor maktab ansambli respublika finalida bugun ana shunday tarix nafasi ufurib turgan ikki voha Buxoro va Navoiy viloyatining eng sara jamoalari chiqishiga to'xtalamiz. Buxoro. Bu nom tilga olinganda ko'z oldimizda qadimiy madrasalar, masjidlar va osmono'par minoralar gavdalanadi. Ammo bu muqaddas zaminda me'morchilik bilan bir qatorda musiqa ham asrlar davomida kamol topgan. Shashmaqom maktabining yuksak an'analari bugun yosh avlod ijrosida yangi talqin kasb etmoqda. Bu jamoa nafaqat kuy ijro etadi, ular Buxoroning ruhini sahnaga olib chiqadi. Uzoq davom etgan mashg'ulotlar, ustozlarning saboqlari va tinimsiz izlanishlar ayni paytda o'z samarasini bermoqda. Yosh sozandalar har bir ohangni nafaqat ijro etmoqda, balki uni his qilmoqda. San'atning asl qudrati ham ana shunda. Buxoro viloyati jamoasi sahnada. Milliy cholg'ular sadosi zalni qamrab oldi. Tomoshabinlar esa har bir kuy ortida yashiringan tarixni tinglayotgandek sukut saqladi.
Bir vohaning nafis ohanglari hali qalblarda jaranglab turgan pallada navbat yana bir tarixiy diyorga yetib keldi. Cho'llar bag'rida bunyodkorlik timsoliga aylangan, mehnatkash insonlari bilan tanilgan Navoiy viloyati bugun o'z san'at maktabini namoyish etadi. Navoiy zamini ko'proq bunyodkorlik va mehnat bilan tilga olinadi. Ammo bu galgi sahna yana bir haqiqatni namoyon etmoqda. Ayni vohada ham milliy musiqa san'atini davom ettirayotgan iste'dodli yoshlar kamol topmoqda. Ular respublikamizning eng kuchli jamoalari qarshisida o'z salohiyatini ko'rsatib berishdi. Dastlabki ohang yangrashi bilan zal yana yangi kayfiyatga burkandi. Navoiylik yosh sozandalar o'z ijrolarida milliy an'analarni zamonaviy sahna madaniyati bilan uyg'unlashtirishga muvaffaq bo'lmoqda. Bu galgi finalning eng katta yutug'i shundaki, u yerda hududlar o'zaro bellashayotgan bo'lsa-da, aslida g'olib bitta. U ham bo'lsa milliy musiqa.
Chunki har bir jamoa o'zi bilan bir vohaning madaniyatini, qadriyatini va ma'naviy boyligini olib kelgan. Shu bois respublika finali nafaqat iste'dodlilar bellashuvi, balki O'zbekistonning boy musiqiy merosini bir sahnada jamlagan ulkan madaniy muloqot maydoniga aylanmoqda. Respublika finaliga qadar bo'lgan yo'l esa viloyatlardagi qizg'in bahslar bilan yodda qoldi. Keling, Buxoro va Navoiy viloyatlarida o'tkazilgan saralash bosqichlarining yorqin lahzalariga yana bir nazar tashlaymiz.
Mana bugun Buxoro viloyati bo'yicha tashkil etilgan iqtidor maktab ansambllari tanlovi bo'lib o'tdi. Haqiqatdan ham juda yuqori darajada tashkil etilgan. Har bitta tumanni chiqishlari bizni hayratga soldi. Sababi o'sha kiyinishidan tortib cholg'i asboblari deysizmi, har bittasi e'tibor berilgan maktab tomonidan. Undan tashqari jamoalarni ijro madaniyati ham, ijro mahorati ham ancha professionallashgan desak xato qilmagan bo'lamiz. Haqiqatdan ham mana bugungi bizni e'tiborimizni qozongan o'sha Kogon shahri ansambli, o'sha maktab ansambli, qolaversa boshqa mana Qorovul bozor tomonidan kelgan ansambllar ham juda ko'tarinki darajada harakat qilishgan. Musiqa asboblarini chalish yoki bo'lmasa musiqaga qiziqish, madaniyatli bo'lish, bu har bir yoshni nima deydi uni kelajakda bir yaxshi mutaxassis bo'lib, o'zini kasbiga nisbatan, o'zini bir sohasiga nisbatan ijodkorona yondashishiga bir poydevor bo'ladi. O'sha uchun men bu tanlovni kelajakda yanada yuqori darajalarda ko'rsatishiga, namoyish etishiga umidim bor. Qo'limizdan kelgancha mana shu tanlovlarda kelib xizmat qilishga harakat qilamiz va bugungi g'oliblarimizni respublika bosqichida yuqori o'rinlarni egallashlariga tilakdosh bo'lamiz. Ayni paytda Maktabgacha va Maktab ta'limi vazirligi hamda kelajak markazlari tomonidan tashkil etilgan iqtidor maktab ansambli ko'rik tanlovida Buxoro viloyat bosqichida ishtirok etyapmiz. O'ylaymanki, ustozimizni bir yillik mehnatlarini zoya ketkazmasdan birinchi o'rinni qo'lga kiritamiz degan umiddamiz. Muhammadjon Mirzayev Zavqim kelur, Nadim Nurxo'jayev Navro'z ifori kuyini taxlab keldik va bu kuylarni yaxshi cholib birinchi o'rinni qo'lga kiritamiz. Mana bugun iqtidor maktab ansambli tanlovining viloyat bosqichi yuqori saviyada o'tkazilyapti. Viloyatimizdan 11 ta tuman shaharlardan barcha o'sha tuman shahar bosqichlarida g'olib bo'lgan jamoalar ishtirok etmoqda. Buni tuman shahar bosqichlarini ham mana 2 yildan buyon bu tanlov o'tkazilayotgan bo'lsa, shuni ko'rishimiz mumkinki, iqtidor maktab ansambli tanloviga o'quvchilarning qamrovi oshganini ham ko'rishimiz mumkin. Mana bu yil 890 ta jamoalardan 7000 dan ortiq o'quvchilarimiz ishtirok etdi. Eng munosiblari tuman shahar bosqichlarida g'olib bo'lib, mana bugun viloyat bosqichida ishtirok etmoqda. Viloyat bosqichida ham o'sha respublikamizdan kelgan hakamlar adolatli, shaffof tarzda o'quvchilarimizni baholashmoqda. Bitta narsani quvonarli qilib aytishimiz mumkinki, mana shu tanlov orqali o'quvchilarimizni milliy cholg'uga bo'lgan qiziqishlari yanada ortmoqda. Maktablarda iqtidor ansambli to'garaklari tashkil etildi. Mana shu to'garaklar asosida to'garak rahbarlari tomonidan barcha o'quvchilarni mana shu milliy asboblarni chalishga bo'lgan qiziqishini yanada orttirishga sabab bo'lmoqda. Qarinavo, Lola raqsidan parcha va Do'lancha va Yallama yorim kuylarini chalib berdik. Bu tayyorgarlik jarayonlarida adash holatlari bo'ladi. U paytlarda o'zimiz o'sha paytni o'zida o'sha xatoni to'g'rilaymiz. Umumta'lim maktab o'quvchilari o'rtasida milliy cholg'u asboblarini keng targ'ib qilish va o'quvchilarning nafaqat ta'limga, balki madaniyat va musiqaga ham qiziqishlarini orttirish, shu bilan birgalikda
o'quvchilar o'rtasida eng sara o'quvchilarni, iqtidorli o'quvchilarni saralab olish va ularni har jabhada qo'llab-quvvatlashdan iborat. Joriy yilning 21-25 aprel kunlari ushbu tanlovning tuman shahar bosqichlari bo'lib o'tdi. Ushbu tanlovda jami 1186 nafar o'quvchi ishtirok etdi va bulardan eng saralari bugun saralanib kelishdi va ishtirok etishmoqda. O'quvchilarga faqat omad tilaymiz. Bu kabi ko'rik tanlovlar o'quvchilarga motivatsiya beradi va ularni rag'batlantiradi. Bu tanlovga juda ko'p tayyorlandik. Hatto kechalar chalgan vaqtlarimiz ham bo'ldi. Maktabdan tashqari uyda ham shug'ullandik. Hatto ko'chalarda ham chalib yurardik. Qo'shnilarimiz, qo'shni qizlar va qo'shni bolalar bilan. Yakkaxondan ko'ra ansambl ijro juda qiyin. Masalan, boshqa odam bilmasligi mumkin bu kuni yoki o'rtada adashib ketishi mumkin va biz bir-birimizni imo-ishora orqali ham tushunamiz. Bildirmaslikka harakat qilamiz. Qayerdadir adashib ketsa, uni yopib yuborishga harakat qilamiz. Harakatlar bilan. Men rubob cholg'usi bilan shug'ullanaman va bu ham o'ziga yarasha qiyinchilik talab etadi, ammo harakat qilaman yaxshi chalishga. Biz viloyat bosqichida o'tgan yil ham ishtirok etgandik va unda o'rin ola olmagandik, lekin biz bundan xafa bo'lmagandik. Biz o'z ustimizda ishlab, shu yil ham qatnashishga harakat qildik. Bizga bu imkoniyatni bergan prezidentimizga katta rahmat. Biz o'zbek musiqalarini dunyoga tanitishga harakat qilamiz va bundan ham katta yutuqlarga erishamiz degan umiddamiz. Biz bugun Ko'roqli kuyi, Yerturan және Ерке Сылғым kuylарын sahnaga o'z өнерimiz bilan pash etdik. Әрине, бұл жарыс үшін ең алдымен мен президентімізге, одан кейін осы ұйымдастырушылардың барлығына рахметімді айтамын. Iqtidor мактап ансамблі танылуы бізге көп мүмкіндіктер жаратып берді. Баланың іште жатқан өнерін шығару үшін әрине бұның барлығына мен өз алғысымды білдіремін. Және де халыққа, жюрилерге ұнады деген ойдамын. Командамыз насip болса, біз қазір оркестр құрып келатырмыз. Яғни оқушы санын арттырып, қазір жамамызда 20-ге жақын балалар бар. Өзіміз 8 болып келдік. Асоси жамамыз шу. Насip шу Аманат этно ансамблін бүтін Орта Азияға танытамыз деген ойдамыз. Мен шу санатқа қызығушылығым балалығымнан башланған. Үйде өзім домбыра çalып, зеріккен пайтларымда домбыра çalып үргенгенмін. Өзім шу алдыңғы ел 2025 ел Yoshlar ovozi tanlovining baxshilik yo'nalishida birinchi o'rinni egallaganman. Шу Murojaatxon Yilchiyeva opamizni o'zi o'sha yerda o'tirgan. Hozir shu iqtidor tanlovida ham ko'rayotganimga juda xursandman. Buxoroning salobati, Navoiyning samimiy nafasi bugun bir sahnada uyg'unlashdi. Bu chiqishlar yana bir haqiqatni isbotladi. Yosh iste'dodlarga yaratilayotgan imkoniyatlar milliy san'atimizning ertangi kuni uchun mustahkam poydevor bo'lib xizmat qilmoqda. Oldinda esa biz yangi iste'dodlar va yangi tanlov kashfiyotlari kutmoqda. Bizni kuzatishda davom eting. Final tafsilotlarini yetkazib boramiz.